Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Kavrak biznesini qilib turgan aka-ukalarimiz. Mana bugun navbatdagi bizdan ko'chat olgan klientimizning xonadoniga kelib, ko'chatni qanaqa darajada unib chiqqanini ko'rib tekshiryapmiz. Otabek usta hormang endi. Assalomu alaykum. Akajon, Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Otabek bu yaqin ukamiz, ukaxondamiz. Bir kecha uyda tunadik. Alloh rozi bo'lsin Otabekdan. Otabek horma endi. Salomat bo'ling. Qanday bo'lyapti Otabek ishlar? Mana ishlar ketyapti aka, sekin-sekin aka. Aha. Nechta ko'chat olgansan? Noyabr oyiga sizdan borib aka 3300 ta olib keldim akajon. Ha, Xudoga shukr, hammasi chiqdi aka, bexato. Mana shular, ha? Bexato aka. Aha. Yaxshi chiqdi. Zo'r aka, rahmat sizga. Qanday suvlayapsan bularni endi? Mana suvlash aka, yarim qilib shu me'yoriga beryapman, suv qilib o'zingiz aytgandek qilib aka. Aha. Nimalar, dorilarni sepib. Nima dori sepding endi Otabek? Shu ko'k dori sepdim hozircha, keyin selitra sepdim. Hozir ko'k doring o'sha Amafos. Amafos sepdim. Ariqda ichidan bergansan, to'g'rimi? Ariqda ichidan berdim, shunday. Tak, mana. Aziz obunachilar, Otabek o'zi Termiz shahardan. Termizda qayerda turasan Otabek? Termiz shahar chegara mahalla, Chegara mahallasi, Manguzar 9-uy. 9-uy. Manzil. Mana 3300 ta kavrak ekkan aziz obunachilar, mana ko'chatlari endi ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqqan. Faqatgina joyini sal pushtasini kattaroq qilib olgan. Endi bu yerda ko'proq ko'chat ketish kerak edi. Endi Xudo xolasa shuni o'zini yetiltirib 3300 tani katta qiladi. Hozir mana o'sha yerlarga suv beryapti. Mana shundan gittek sal ko'proq suv berasan-da. Ha, sal ko'proq suv berasan. Men bu devoriga ko'chat ekilgan devor bor-ku, o'shanga qarab sal yaqinroq borsin. Tushunarli. Nasos bilan ishlayaptimi? Bu ariqdan agidel nasosdan taylayapti, ariqdan. Aziz obunachilar, mana deyarli bir 50 ta, 100 ta demasa, hamma ko'chatlari chiqqan. Chiroyli bo'lib. Mana Chista Uljon, Ko'xiston ko'chat ekkan Otabek. Tak. Aziz obunachilar, mana shu Termizda ham 2-3 ta joy bor. Hozir bittasini ko'rib keldim. Qumli joy ekan. Sirrazza atkaz qildik. Qum endi qanday qum bilasanmi? Ha, mana bu Jarqo'rg'on ketish yo'lida o'zi qum bor ekan. Uchma qum. Ha. Unda bo'lmaydi. Cho'ldi qum. Unda bo'lmaydi. Bo'ladi unda ham. Lekin undan shira olib, hosil olib bo'lmaydi. Atak unib chiqishi Xudoning fazli bilan bo'ladi. Lekin rezultat bo'lmaydi. O'shaning uchun maksimal darajada tuproqli joy bo'lsa, bo'ladi. Tuproq aralash qumli joy bo'lsa ham bo'veradi. Lekin tuproqli joy bo'lsa, zo'r bo'ladi, rivojlanish zo'r bo'ladi. Mana hozir qara. Mana nechta bateriya yo'q boshda. 50 aka, juda kam ha. 50 ta demasa mana. Hali bu endi Xudo xohlasa Otabek 15-apreldan keyin bateriyani hisobini olsa bo'ladi. Atak qolgani Allohning fazli bilan birga bir. Mana. Endi kechikib chiqib kelaveradi-da. Suvni sen hozir zo'r bersang, yaxshi zaxlatib ichirsang, suvni nasib bo'lsa chiroyli bo'lib chiqib kelaveradi mana. Shunday endi. Ko'rinish aziz obunachilar mana. Endiki bitta savolni, bu qachon endi suv berish to'xtatiladi bunga? Suv berishni endi Xudo xolasa Termizda iqlimidan kelib to'xtatasan. Ha. Termizda iqlimi misol uchun agar bahor mana uje hozir 16-17-martda yog'ingarchilik kam bo'lyapti, to'g'rimi? Kam, juda. Ana endi kam. O'shani hisobidan sen suvni ko'proq berasan, mana yerga hozir berayotgan suvingni zaxligi tortilishiga qarab suv berasan. Tushundingmi? O'sha Telegram gruppamizdan so'rab tursang ham bo'ladi mana. Bu endi Xudo xolasa buni yetilishi nasib bo'lsa 15-gacha shunaqa dahshat bo'lib, chiroyli bo'lib yetiladi. Hozir bu endi faqat husni jamolini ko'rsatdi-da bu kavraklarimiz. O'shanda. Oldinroq chiqyapti-da bu aka, issiq bo'lgan sababi. Yer issiq bo'lgani hisobiga oldinroq mana. Shu. Azobunachilar mana shunaqa 2 qator ekilgan. Mana 2 qator ekilgan. Hammasi birga bir chiqqan. Mana
Bu jo'yaklar ham. Mana aziz obunachilar, bizni kanalimizni kuzatinglar. Xudo xolasa inshaalloh shu ekkan ko'chatlarimizda hammasini unib chiqqanini videolarini qo'yib boramiz. Keyin mana bu yerga ozginasini mana bu yerga ekkansan, Otash. Bu tarafda yetdim, ha, bu taraf. Bu yerda qachon suvlading? Hozir suvladim bu yerda. O, молодец. Yaxshi. Zo'r. Otabek, endi ekmoqchi bo'lganlarga nima deysan? Nima deymiz aka? Eksin, nasib bo'lsa, barakasi mana bersin. Biz ham keyingi nasib Kestirasan. olaman, kestiraman nasib bo'lsa. Bugun Jarqo'rg'onga, Anonga bordim, qara. Sarosiyoga bordim, Qumqo'rg'onga bordim. Undan keyin Denovga kirdim. Endi shunaqa dahshat bo'lgan videosini qo'yaman, ko'rasan. Endi Boshi dahshat. Tayyor bo'lganda, o'sha o'tgan yil ekkanimiz tayyor bo'lgan. Inshaalloh bizga Xudo xolasa seniki ham nasib bo'lsa, keladigan yozda tayyor bo'lsa, birgalikda ishlaymiz aka. kesasan Xudo xolasa. Gap yo'q, Otash, Rahmat молодец. aka sizga. Zo'r. Zakon. Bugun endi iftor qilib berasan. Nasib aka. Davay. Xudo xolasa.